ikki narsa bordirki, ular qalbdan ketmasa, inson na ulg'ayadi va na charchaydi. Birinchisi, Alloh rizosi uchun qilgan ishlarimizdir. Bu nima degani desangiz, yo'ldagi toshni odamlarning oyog'iga tegmasin deb olib qo'yishdir. Chanqagan biror hayvonga bir qultum suv berishdir. Biror bechorani, yo'lda qolib ketganni yoki biror yetimni taomlantirish, boshpana berishdir. U rozi bo'lsin deb harakat qilishdir. Ibodat qilishdir, mehnat qilishdir. Zolimga qarshi alif kabi oldida tik turishdir. Aslida har bir ishni uning rizosi uchun qilishdir. Shunda anglaysan, qilgan har bir ezgu amaling o'zingga kuch va hayot baxsh etadi. Xo'sh, ikkinchi narsa nima? Bunisi esa albatta ishqdir. Ishq shunday narsadirki, har bir ishni oson qiladi. Imkonsizni mumkin qiladi, to'ymaslarni to'ydiradi. Bordan yo'q, yo'qdan bor qiladi.